Assalomu alaykum, Botiniy o'yin qudratlari kanalining aziz obunachilari va shukronalik mo'jizalari kursimizning o'suvchi ulg'ayuvchilari. Har kuni 100 martadan mening ichki va tashqi hayotim boshqa odamlarning mehnatiga bog'liq. O'likmi, tirikmi, men kuchim boricha ular menga qancha berishgan bo'lsa, shunchasini qaytarishga harakat qilaman. Albert Einstein, Nobel mukofotining laureati, mashhur fizik. Bu so'zlar bilan Einstein o'ziga ilmiy kashfiyotlariga teng sovg'a qiladi. U omadning sehrli kuch sirlaridan birini bizlarga berdi. Har kun shukrona qiling. Einstein sizni ham shukronalik kuchi amaliyotiga ilhomlantirdi. Agar uning ketidan ergashsangiz, albatta hayotingizga muvaffaqiyat olib kelasiz. Bugun Einstein maslahat berganidek, 100 marta minnatdorchilik bildiring va 100 marta sehrli qadam bossasiz. Bu aqlga sig'masa ham, ammo bu siz hayotni o'zgartirish mumkin bo'lgan eng qudratli narsa ekaniga iqror bo'lasiz. Xudo bizga bugungi kunda 86.400 ta so'z berdi. Siz hech bo'lmasa bittasidan minnatdorman so'zidan foydalandingizmi? William Woodard, yozuvchi. Sehrli kuchning ketidan borish uchun birinchi qadamni bosing. Ichingizdagi sehrli kuch shukronalik keltiraman so'zini ikkinchi qadam bosganda yana minnatdorman so'zini ayting. Har qadam bosganingizda takrorlayvering. Berilgan amaliyotni har qanday payt va har joyda bajarish mumkin. Xonada yurganingizda, uchrashuvga ketayotganingizda, taksida hamma amaliyotni bajarsangiz, sizga kerakli hamma narsaga qo'llay olasiz. Aynan bu amaliyot har doim qo'llashingiz mumkin. Uchrashuv, suhbat, ko'rik yurganingizda, harakatlanganingizda har doim. Men o'z uyim atrofida yurganimda, karavotda o'tirib, vannaga ketayotganimda, oshxona, yotoqxonaga borganimda, mashinaga yaqinlashganda, har qadamda butun yo'l bo'ylab shukronalik keltiraman so'zlarini takrorlab yuraman. Agar siz e'tibor bergan bo'lsangiz, siz o'zingizni amaliyot boshlashdan oldin his qilgansiz va bu amaliyotdan keyin holatingizda katta farqni sezasiz. Agar siz qadamlaringizni minnatdorlik bilan tashlasangiz, bu sizni baxtiyor qiladi. Agar charchagan bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi his qilishni xohlasangiz, kayfiyatingizni sehrli kuch a'lo darajada ko'tarib beradi. Amaliyot samarali chiqishi uchun uni 90 sekund bajaring. Bu vaqt ichida odam o'rtacha 100 qadam bosadi. Bu amaliyot 100 qadam uchun emas, vaziyatni o'zgartirib yaxshilashga mo'ljallangan. Qadamlarni sanamang. Nimaga deganda shukronalikni aytasiz. Bu amaliyotni tugatganimizda minnatdorman so'zini 100 marta ayting. Einstein har kuni shunday qilgan. Sehrli kuch qadamlari ortidan. Sehrli kuch amaliyotining 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning sehrli kuchingiz hisoboti. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng. Imkoni boricha minnatdorlikni his qiling. Kun davomida istagan vaqtingizda taxminan 100 qadam yurib, minnatdorlik bildiring.
har qadamda shukronalik keltiraman deng va uni his qiling. Uxlashga yotishdan avval sehrli kuch toshini qo'lingizga siqing va sehrli kuch shukronalik keltiraman so'zini kun davomida yuz bergan yaxshi narsalar uchun ayting.